Ha. Boy aka mana qaymoq. Bu qaytimi? Sal qimmat emasmi? Ta'sir, bu asl zotli sigirli oliy navli qaymoq. Bitta yeng, tamog'ingizni qilib ketadi. Mijoz bo'lib qolasiz. Shunaqasi ham bo'ladimi? Bo'ladi-da. Xo'p, bo'pti. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling aka. Bitta qaymoq bering. Xo'p, bo'ladi-da. Uzr aka, har safar ikkita qaymoq olardingiz. Bu safar bitta olyapsiz, tinchlikmi? Ikkinchi qaymoqni rahmatli dadamga olardim. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Uzr aka. Hech qisi yo'q. Mabodo dadangiz yaqin do'sti bormi? Ha, bor. Ha. Unda mana bu qaymoqni o'sha dadangiz yaqin do'stiga borib bering. Otangiz ko'rgandek bo'lasiz. Unaqada yana bitta bering. Xo'p, bo'ladi-da. Mana, yana bitta. Mana. Bu qaytimi? Bu safar sizga o'tib berdim. Savobga men ham sherik bo'lib qolay. Keltiring aka. Mayli, rahmat. Mabodo shu odammi? Amakisi ham bormikin-a? Ha, mayli, keyingi safar so'rayman. Kelinglar, mana qaymoqlar bor. Qaymoq tozasidan. Har kuni iste'mol qiladigan kungaboqar va paxta yog'idan noto'g'ri foydalanish o'ta yomon oqibatlarga olib kelishini bilasizmi? Biz har doim kungaboqar va paxta yog'idan ovqat, tuxum va boshqa taomlar tayyorlaganda qozon tagida ortib qolgan yog' qolib ketadi. Bu qolib ketgan yog'dan biz yana boshqa ovqat pishirishda yoki tuxum qovurishda foydalanamiz. Bu katta xato hisoblanadi. Yog'ni 2 marta qayta ishlatish bu organizm uchun zahar bo'lib hisoblanadi. Bular quyidagi holatlarni keltirib chiqaradi. Qayta ishlatilgan yog' kanserogen modda hisoblanib, saraton kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Organizm zaharlanadi, sababi 2-3 marta qaytadan foydalanilgan yog' tarkibida foydali moddalar chiqib ketib bo'ladi. Asab tizimi zararlanishi kuzatiladi. Bu sizga birdaniga bilinmaydi, lekin sekin-sekin bosh og'rig'i va nerv tizimi zararlanishi kuzatiladi. Me'da ichak tizimida yara va gastrit holatlari kuzatilishi mumkin. Yurak kasalliklari mavjud holatlarda ularni faoliyatini buzadi va modda almashinuvini buzadi. Ayniqsa, jigarimizga salbiy ta'sir kuchayadi. Qon tomirlarida tiqin hosil bo'lishni asta-sekinlik bilan kuchaytiradi. Qayta ishlatilgan yog' ko'rish va teri salomatligiga ham Baliqning qaysi turi eng foydali hisoblanadi? Bizda asosan daryo balig'i iste'molda bo'lganligi uchun zog'ora baliq, ilon baliq, laqqa baliq, olabug'a, cho'rtan baliq, bakra go'shtini yeyish tavsiya etiladi. Ayniqsa yurak-qon tomir kasalliklari, insultdan keyingi davr, qonda xolesterin darajasi ko'tarilganda, kamqonlik, suyak sinishlari, behollik va jismoniy zo'riqishda, nevroz, jinsiy zaiflikda, buqoq, teri kasalliklari, ayniqsa teri quruqlashib, po'stlashganda, podagra, revmatizmda, ko'rish qobiliyati pasayganda bunchal zotning go'shti koni foydadir. Dengiz balig'i esa konserva, marinadlangan, tuzlangan yoki dudlangan ko'rinishdagi iste'moli organizmga uncha foyda qilmaydi. Baliq iste'mol qilishning minimal me'yor miqdori 1 yilda bir kishi uchun 12 kilogramni tashkil qiladi. O'qimishli bo'lsin, lekin aqllilik qilmasin. Qo'li shirin bo'lsin, lekin nafsi to'q bo'lsin. Xo'p? Ukol qilishni bilsin, davlini o'lchashni bilsin, lekin o'zi hech ham kasal bo'lmasin. Tikish bitishni bilsin, lekin o'zi uchun yilda bir marta ham ko'ylak kiymasin. Chaqqongina bo'lsin, lekin dam olishga vaqti bo'lmasin.
sepi ko'p bo'lsin, bitta idish sindirsa malomatiga ham chidasin, kamida ikkita tilni bilsin, lekin haq bo'lsa ham tilini tiyib o'tirsin. Keyin temir tersakni ham bilsin. Sharafa bo'ldi. Apa bo'ldi. Apani mahkamjon lampochkani almashtirishni bilmaydi. Biladi endi. O'rgatadi. Mayli. Tushundim senim. Xullas, o'zingga o'xshagan bo'lish kerak ekanda. O'zimda. Men bilasizki, mana erkak ishi, mana ayol ishi demayman.